ki har qanday bir natija, har qanday bir ustuq ko'pchilik bilan bo'ladi, jamoat bilan bo'ladi, shaxsiy ma'lum odam juz'iy ma'lum nuqtada utuq qozonishi mumkin, lekin umumyuzlik millat xarakterlik cho'ng utuq natija bo'lmaydi. Demak, bu yerdagi atrofga odamning to'planish yoki tarab ketish qonuniyati sizning Alloh bilan bo'lgan aloqangning qanday bo'lishiga munosabatlik. Chunki bu aloqa qalbingga rahmatni tortib akiladi. Aloqaning qanday bo'lishi oyatdagi ifodalayotgan mazmun shuki, "Fabima rahmatin minalloh linta lahum." Alloh bilan bo'lgan aloqang yaxshi bo'ldimi, qalbing Alloh tarafidan rahmatga erishadi. Atrofingdagilarga sen mulohim, mehr-shafqatli, kuyimchan bo'lsa, agar aks taqdirda ahvol, natija aks bo'ladi. Ya'ni mayli bir shirkatning beshidagi kishi olsun, yoki bir oilaning beshidagi kishi olsun, yoki bir harakatga yetakchilik qilayotgan, bir jamoat yetakchilik qilayotgan ish beshidagilar olsun, har qanday bir inson, har qanday bir kishi atrofidagilarning o'ziga zich uyushni, bu orqali bir kuch hosil qilishni cho'qim xushal qiladi. Kim bo'lsin xushal qiladi. Unda bo'lgandan keyin cho'qim mushu natijaga erishmoqchi bo'lganlar mushu oyatni, ya'ni biz bugun alohida ta'kidlamoqchi bo'lgan islom go'zal axloqlarining birisi bo'lgan mehr-shafqat, kuyimchanlik, boshqalarga muloyim bo'lish, bu ahvollarga alohida ko'ngil bo'lishi kerak. Ya'ni fabima rahmatin minalloh, oyatni takror o'qiyay. Fabima rahmatin minalloh linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hawlik. Allohdan kelgan bir rahmat bilan aytdiki, minalloh ifodasi arabcha o'qiganlar biladi. Allohdan kelgan bir rahmat bilan sen mehr shafqatlik, kuyimchan, Alloh yumshoq qo'lding. Agar aks taqdirda bo'lgan bo'lsang, lan faddu min hawlik, mashikildi. Bununla her bir iş egesi, her bir netice kazanmakçı olan kişi bununla ihtiyaclı. Mesela biz etrafımızga qarab bakaylı. Mesela biz yaşavatkan İstanbul'un özüge qarasak mı? Nurgun örneklik bizge namunu oladigan, ulgu oladigan ustazlarımız var. Bazı ustazlarımız Allah'ın rahmetiga ketdi, Allah'ın dergahına ketdi. Mesela Abdülhakim Mahsum Hacım hammalar bilasizlar, ustozimizning boshqalar bilan bo'lgan aloqadagi, atrofidagilarga bo'lgan muomaladagi kuyimchanligi, mehribonligi, ustozning Allohga qanchalik bog'langanligini, Allohdan qanchalik rahmatga erishganligini ifodalaydi. Buning natijasini ko'ryapmiz. Atrofimizda qaysi bir ish harakatni ko'rmayli, qaysi bir yaxshilikni ko'rmayli, buning orqasidan ustozimiz chiqadi. Amaliyotda bunda misallar intayin köp. Utuq qazanğanlarga qaraganımızda, o utuq qazanğanlarninki çoğ ünvanlarga erişip ketişi yoki ali çoğ mekteplerini bitirgen buluşu natayin hemmisininki. Ama ulardaki Allah bilan bo'lgan munosabatning yaxshiligi, bunun neticesinde bularning qalbidagi atrofidagilarga bo'lgan mehr-shafqat, bunun təsiridəki bularning muomalasındagi güzellik, başqalarga bo'lgan güzel axloq, güzel ifodalar, bularning atrofiga hammalarni uyushtirgan omil bu. Buning natijasida nurg'un chiqayotgan natijalarni hala ko'ryapmiz. Hem bu natijalarning ta'siri bizning millatga, atrofga o'zining yaxshi ta'sirini qanday qilyotdi, ko'rsatyotdi. Endi misha kelgan vaqtda balkim kalanlar kelgan bo'lishi mumkindir. Mehr shafqatli bo'lganga qanday natija qozong'ildi. Bu Allohdan bo'lgan qalb mehr shafqat qanday qilib boshqalarni atrofiga uyushtirish, bu aloqa bunda boshqalarga yumshoq muomala qilish ifodasi emas bu yerda mehr shafqatlik. Ya'ni bir odamning qalbiga mehr shafqat to'ldi degan gap, boshqalarni yaxshi ko'rdi degan gap. Boshqalarni yaxshi ko'rdi degan gap, boshqalarning ustuq qazinishiga intildi degan gap. Men birovni yaxshi ko'rsam, men haqiqiy yaxshi ko'rgan odamimning ustuq qazinishini umid qilaman. Dal atrofimizdagi har bir odamga nisbatan mehr shafqat o'g'inimizda ularga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. Ularga qarata bizning qalbimizdagi muhabbat ularning ustuqliq bir ishlarni oxirgi ap chiqishiga bo'lgan bir
ümidimizni şekillendirdi. Bu arqılıq biz başqalarga xuddi balımızga fursat bergende fursat berishni öğrenimiz. Ularga yollarni qulaylıqlaştırmamız ularga. Çünkü ularning ustuqi bizni xursand qiladi. Çünkü bizni yaxshi ko'ramiz. Çünkü bizning qalbimizda mehr shafqat bor. Mana bu şekilde andaki etrafımızdaki her bir adam utuq qozonsa, bu umum utuqlar. Mesela etrafımızda toplangan bir muncha adamning her birisi utuq qozondi deganda, bu utuqlar bir yerga kelsa, bir cho'ng utuq aylanadi. Bu millat uchun, din uchun cho'ng bir natija xizmat qiladi. Yani bu ish ustidagi kishilarningki o'zida yetiltirishga tegishli axloq, chunki mushunda bo'lmagan taqdirda u ishning oxir natijasining yaxshi bo'lmaydiganligi aniq.